Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, hurmatli Kogon shahar aholisi. Kogon shahridagi ko'p qavatli uylar va ijtimoiy soha obyektlarini issiqlik ta'minoti bilan bir me'yorda ta'minlash maqsadida korxonamiz tomonidan 2025-yil va 2026-yil kuz-qish mavsumi uchun chora-tadbirlar ishlab chiqarganmiz. Chora-tadbirlardagi qozonxona uskunalarini va issiqlik tarmoqlarini joriy ta'mirlab, kuz-qish mavsumiga tayyorlab qo'ydik. Kogon shahrida 4 ta qozonxona mavjud bo'lib, bulardan Erkavuch qozonxonasi Bobur mahallasida joylashgan, Markaz qozonxonasi Arabxona mahallasida, Hamza qozonxonasi Mustaqillikda, Turbadital qozonxonasi Istiqlol mahallalarida joylashgan. Uchta qozonxonamiz hurmatli prezidentimizning tashabbuslari bilan aholini bir me'yorda issiqlik bilan ta'minlashni, aholini bir me'yorda issiqlik olishini, aholining yaxshi yashash uchun uchta qozonxonamiz Vazirlar Mahkamasining 444-qarori 2023-yildagi qarorlari bilan rekonstruksiya, modernizatsiya qilindi. Bular Erkavuch qozonxonasi, Hamza va Markaz qozonxonalari rekonstruksiya va modernizatsiya bo'lib, yangi qozonlar, yangi uskunalar o'rnatildi. Bularning o'rnatilishi natijasida tabiiy gazdan 18% ekonomiga erishdik. Elektr energiya bo'yicha 50% ekonomiga erishib, yoqilg'i energetika resurslaridan tejamli foydalanmoqdamiz. Kogon shahrida hozirgi kunda 110 ta ko'p qavatli uylar issiqlik bilan ta'minlangan. Xonadonlar soni 1817 ta xonadonni tashkil qiladi. Bu yilgi mavsumda bir me'yorda issiqlik bilan ta'minlandi ko'p qavatli uylar. 5 ta ijtimoiy soha obyektlariga beramiz issiqlik. Mavsum davomida aholi va ijtimoiy soha tomonidan kelib tushadigan shikoyat va arizalar tez va o'z vaqtida ta'mirlanib, issiqlik bilan ta'minlashda uzluksiz berib kelganmiz issiqlikni.